tiqil qil menga. Tiqil. Tiqil beni. Uzun cho'pagingni olib tiqaverim deb men sezish tiqqaningda. La, sika, men bo'lmaymanmi, ey. Shu o'sirtirib solsam-da, yo'may. Sen menga tiqishing kerak, baraka topkur. Bunchalik ham hayron bo'laman odam, odam shunchalik hayron bo'lam. Menga tiqishing kerak, men bitimga tiq. Ko'tinchidasi o'yini, ko'tinchidamasi bor naryoqda o'yini. Ko'tim yaxshi ishlaydi aka. Tiq. Mana bunday olib, mana bunday qil. Davay. Qaramam kimga senga tiqyapti, ne qilishing? Voh. Ne qilishing yaxshimi? Davay qo'y. Mana shunday tiratsa senga bunday qilishing yaxshi. Mana shunday qilganing yaxshimi? Qaysi biri yaxshi? Baqiring. İkincisi. Yumshamang. Ikkinchisi yaxshi ustoz deng, qattiqroq ayting. İkincisi yaxshi ustoz. Qara senga kimdir bunday qilsa yaxshimi, bunday qilsa yaxshimi? Asta qilgan. Nega seni asta qilish kerak ular? Mana shunday bosim bilan gapirishinglar kerak, har biringlar qorinda. Ikkinchisi ustoz deb baqiring, kuchaning qorinda, mana kindikdan pastidan.